Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyqulari. An Anas radhiyallohu anhu يحدثنا أن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. أنس رضي الله عنه bizga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Ka'ba masjididan isro qildirilganlari haqida gapirib, u zotga vahiy qilinishidan oldin 3 nafar keldi. U zot Masjidul Haromda uxlab yotar edilar. Bas ularning avvalgisi u bularning qaysi biri dedi. O'rtalari u bularning eng yaxshisidir dedi. Oxirgilari bularning eng yaxshisini olingiz dedi. O'shanda bir marta bo'lgan edi. Keyin u zot ularni to boshqa bir kechada qalblari ko'radigan bo'lgunlaricha ko'rmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari uxlar edi, qalblari uxlamas edi. Shuningdek, barcha payg'ambarlarning ko'zlari uxlaydi-yu, qalblari uxlamaydi. Bas u zotni Jabroil kelib olib, so'ngra osmonga birga olib chiqib ketdi dedi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin Masjidul Haromda amakilari Hamza ibn Abdul Muttalib va boshqa bir amakilarining o'g'li Ja'far ibn Abi Talib bilan uxlab yotar edilar. Shunda 3 nafar farishta, Jabroil, Mikoil va Isrofil alayhissalomlar keldilar. Shunda Jabroil alayhissalom u bularning qaysi biri dedi. Ya'ni Muhammad bu uxlab yotganlarning qaysi biri? Bu savolga Mikoil alayhissalom u bularning eng yaxshisidir deb javob berdilar. Javobni eshitgandan keyin Isrofil alayhissalom bularning eng yaxshisini olingiz dedi. Undan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan avval uxlab yotganlarida huzurlariga farishtalar kelganini bilmaganlari tushuniladi. Ammo u zotga vahiy tushganidan keyin Isro kechasida Jabroil alayhissalom kelganlarida bilganlar. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari uxlar edi, qalblari uxlamas edi. Shuningdek, barcha payg'ambarlarning ko'zlari uxlaydi-yu, qalblari uxlamaydi. Ular o'zlariga har bir lahzada kelib qolishi mumkin bo'lgan vahiyni qabul qilib olishga doim tayyor turishlari kerak. Ana Aisha radhiyallohu anha qalat: "Qultu ya Rasululloh, tanamu qabla an tutira?" Qala: "Tanamu 'ayni wa la yanamu qalbi." Ravahuma ash-Shaykhani. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Ey Allohning rasuli, vitr o'qishdan oldin uxlaysizmi? Dedim. Ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi dedilar u zot. Ikkisini 2 shayx rivoyat qilgan. 4-fasl. U zot alayhissalomning payg'ambarliklari alomatlari. Muhri nubuvvat. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل ثر الحجلة. رواه الشيخان
va Tirmiziy. Saib ibn Yazid radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Xolam meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib borib, "Ey Allohning rasuli, mening singlimning o'g'lining dardi bor", dedi. Bas u zot mening boshimni siladilar va menga baraka tilab duo qildilar. So'ngra u zot tahorat qildilar. Men u zotning tahorat suvlaridan ichdim. Keyin orqa tomonlariga o'tib, ikki kuraklari orasidagi xuddi qora uyning tugmalariga o'xshash muhrlariga nazar soldim. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. An Jabir ibn Samurah radhiyallohu anhu qol: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. رواه مسلم والترمذي، ولفظه: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. Jabir ibn Samurah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqa tomonlarida kabutarning tuxumidek muhrni ko'rdim. Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning lafzida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikki kuraklari orasidagi muhr kabutar tuxumiga o'xshash qizil o'simta edi deyilgan. An Asimin an Abdullah ibn Sirjas رضي الله عنهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال عاصم: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثلاليل. رواه مسلم. Osimdan u Abdulloh ibn Sirjisdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim va u zot bilan birga non va go'sht yoki sarid yedim. Osim: men unga: Nabiy sallallohu alayhi va sallam senga istig'for aytdilarmi? dedim. Ha, senga ham, dedi va gunohing uchun va mo'minlar va mo'minalar uchun istig'for ayt oyatini tilovat qildi-da, so'ngra aylanib ortlariga o'tdim. Keyin chap kuraklari yuqorisidagi mushtdek muhrli nubuvatlariga nazar soldim. Uning ustida qizil toshmalar bor edi, dedi. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatlarda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning avvalgi samoviy kitoblarda zikri kelgan payg'ambarlik alomatlaridan biri muhru nubuvatlari haqida har kim o'z ko'rganini rivoyat qilmoqda. Arabchada xotamun nubuvvati deyiladigan bu alomat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chap kuraklarining ustki qismidagi kabutar tuxumidek keladigan o'simta edi. Uning ustida badanga toshadigan qizil rangdagi toshma bor edi. Ko'pchilik, xususan avvalgi samoviy kitoblardagi oxirgi zamon payg'ambari haqidagi ma'lumotlardan xabardor kishilar u zotning muhri nubuvatlarini ko'rib iymonga kelganlar.